Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmada vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'layotgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. One million Muslim in East Turkestan who are in education or re-education camps. Avstraliyada Sharq Turkiston musulmonlariga atab xutba o'qildi. 28 sentabr Avstraliyadagi barliq masjidlarda Sharq Turkiston musulmonlariga atab xutba o'qildi va duo qilindi. Avstraliya davlatlik imomlar birlashmasining a'zosi, Avstraliya shtatlaridagi imomlar birlashmasining a'zosi Abdusalom Olim, Avstraliyada faoliyat qilayotgan Avstraliya Sharq Turkiston jamiyati, Avstraliya Uyg'ur jamiyatidagi qarindoshlarining Sharq Turkiston xalqining dard ahvolini tinim topmay anglatishi, birdek ittifoqlashib faoliyat qilishi natijasida 25 sentabr Avstraliya imomlar birlashmasining raisi Shayx Shahidi Sulaymon Avstraliyadagi barliq masjid va jamilarda bu haftalik juma xutbasini maxsus Sharq Turkistonda irqiy qirg'in qilinayotgan musulmonlarga atab o'qish haqida umumiy uqtirish tarqatgan edi. Shu munosabat bilan 28 sentabr juma kuni Avstraliya imomlar birlashmasining chaqiriqiga Victoria Islom birligi, Avstraliya Islom jamiyati qatorliq islomiy tashkilotlarning hammasi ovoz qo'shib, Avstraliyadagi barliq masjidlarda Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining bostirish siyosati ostida irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan, xo'rlanayotgan musulmonlarga atab xutba o'qildi. O'qilgan xutbalarda Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlari, lager ichiga tutqun qilingan Sharq Turkiston musulmonlarining o'zining aqidasi, iymonini qo'g'dash uchun chekayotgan azoblari, lagerdan chiqayotgan o'lim xabarlari, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston musulmonlarini terrorchi degan to'kmatlar bilan qirg'in qilayotganligi Avstraliya musulmonlariga tafsili tunishtirildi. Oxirida har qaysi masjidlarda Sharq Turkiston musulmonlarining azob va zulmlardan qutulishi, erkinlikka erishishi, kommunistlar hamda botilning vayron bo'lishini Allohdan tilab duolar qilindi. Avstraliya imomlar birlashmasi Avstraliyadagi ahli sunnat musulmonlariga vakillik qiladigan bir cho'ng tashkilot. Tashkilot 2006 yili Avstraliya tavallikidagi 80 necha ahli sunnat ulamolarining qo'shilishi bilan qurilgan. Avstraliya tavallikidagi muftiylar mazkur tashkilot a'zolari ichidan saylandi. Davlat tavallikidagi barliq shtatlarda yana o'z oldiga imomlar birlashmasi bor bo'lib, ularning hammasi birlikda harakat qiladi. Xitoy uyatmasdan musulmonlarga ko'ngil bo'lgan qiyofatga kirib oldi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi davlatining Amerika Qo'shma Shtatlarining tahdidlari va besimlariga bosh egmaydiganligini aytdi. Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahrida chaqirilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 73-navbatlik umumiy kengash yig'inida qilgan so'zida Xitoy mahsulotlaridan qo'shimcha tamojni beja elish siyosatini yo'l qo'yish orqali savdo urushi qo'zg'agan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumatini tanqid qilib mundoq dedi: Xalqarалық savdo hargizmo biri qozonsa, yana biri ziyon tortadigan bir o'yin bo'lmasligi kerak. Davlatimiz Amerika Qo'shma Shtatlarining tahdidlari va besimlariga bosh egmaydi. U bu yerda qilgan so'zda yana butun dunyo Sharq Turkistondagi qattiq bostirish va butun bir millatni yo'q qilish siyosatini ayblayotgan, jazo lagerlari jiddiy kun tartibga kelayotgan bir paytda xuddi musulmonlarga ko'ngil bo'lgan qiyofatga kirib olib, numus qilmasdan Arakan musulmonlarga ko'ngil bo'lgan bo'lib oldi. U bu vaqtda qilgan so'zida Arakan krizisiga kelsak, Burma va Bangladesh doiralari bilan davomli uchrashishlarni elib beryapmiz. Jumladan Burma va Bangladesh uy makonlaridan ayrilib qolgan Arakan musulmonlarining yezi qishloqlarga qaytishini tezlatish masalasida birdaklik hosil qildi deganlarni bildirdi. Sharq Turkiston mustaqillik harakatining tunji navbatlik qurultiyi Parijda chaqirildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika, Kanada, Turkiya, Yevropa, O'rta Osiyo qatorliq davlat va rayonlardan kelgan bir qism vakillar 28 sentabr Fransiya poytaxti Parijda jam bo'lib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatining tunji navbatlik qurultiyini chaqirdi. Mazkur qurultay Xitoy rejimi 3 milliondan ko'proq Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga va qayta tarbiyalash markazlariga qamab, dunyoni cho'chitayotgan bu masala xalqaro taratqularning kun tartibidagi asosli temaga aylangan bo'lsa-mu, lekin hech qanday bir davlat yoki xalqaro organ texnichi Xitoyning qilmishiga qarshi biror tadbir qo'llanmagan bir mezgilda chaqirildi. Qurultayning ochilish marosimida Sharq Turkiston milliy marshi o'qildi va lagerlardagi tutqunlar ham Xitoyning ziyonkashligiga uchrab o'lgan qurbonlarga duo tilovat qilindi.
Dünya Uyghur Qurultayıning oliy rahbari Rabia Qadir xonim va Turkiya Buyuk Birlik partiyasining raisi Mustafa Dastiji apandi qatnashgan qurultayda Sharq Turkiston davosining eng og'ir bosqichga kelganligi, Sharq Turkiston xalqining navbatda hech qachon ko'rilib boqmagan bir yo'qotilishga duch kelayotganligi ta'kidlandi. Egilinishcha mazkur harakatning nishoni dunyodagi barliq Uyg'ur tashkilotlarini ittifoqlashtirib, Uyg'urlarni navbatdagi og'ir krizisdan qutqizishning yangi yo'lini tepishgan. Qurultayda Rabia Qadir xonim so'zga chiqib, Uyg'urlarning hech qachon ko'rilib boqmagan xirisga duch kelganligini, har bir davlatda turayotgan Uyg'urlarning fidoilarni tayyorlab, guvohlik berishga uyushtirishini, bu orqali dunyoni qo'zg'ashini talab qildi. Bu qurultayning qanday konkret strategik nishonni bekitadiganligi texi ma'lum emas. Mazkur qurultay 3 kun davomlashib, 1-oktyabr oxirlashadi. Avstraliyada Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. 29 sentabr Avstraliyaning Adalay shahridagi Uyg'urlar Xitoyga qarshi namoyish elib bordi. Namoyish Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan elib berildi. Namoyishga Adalay shahrida yashayotgan Uyg'urlar qatnashgan bo'lib, namoyishchilar qo'llarida Sharq Turkistondagi lagerlar taqalsin, Uyg'urlarga erkinlik degan shuarlar yozilgan lozunglarni ko'tarib, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondan chiqib ketsin, lagerlar taqalsin degandek shuarlarni tovlashdi. Namoyishda yana bir yoshning qo'l putiga ishkal ko'yzi selinib, Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlari aks ettirildi. Namoyishda yana Sharq Turkiston Ulamolar birligining a'zosi va Avstraliyadagi vakili diniy zot ustoz Abdusalom olim so'z qildi va mundaq dedi. Mu'minning duosi uning Qur'oni. Qur'onidan ayrılgan millat vayron bo'lganidek, duosidan ayrılgan musulmon vayron bo'ladi. Shunga biz ham bu vaqtda bizga yarlak bo'layotgan, chorsizlarningki mazlumlarning egisi bo'lgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa sig'inishni to'xtatmasligimiz kerak. Bizga dunyodan hech qanday sado chiqmasa-mu, biz shu iymon bilan yashashimiz kerakki, Alloh bizning egimiz, Allah ahvalimizni bilib turdi. Allah bizga ega chiqadi. Allah bizning beshimizdagi zulmatni, bu musibatni ko'tarib o'tadi degan iymon bilan yashagandalar bizning qilgan faoliyatlarimiz, bizning ko'rsatgan tirishchanliklarimiz, bizning bergan qurbonliklarimiz natija beradi va g'alaba qilamiz. Indoneziyada yuz bergan yer tebrashda yuzlarcha kishi qazo qildi. Indoneziyaning Sulawesi orolida maydonga kelgan 7,7 bal cho'nglikdagi yer tevrash va orqadan yuz bergan dengiz toshqinida hayotidan ayrilganlarning soni 384 ga yetdi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, davlatlik jiddiy ahvollarga taqobil turish qo'mondonlik markazining bayonotchisi Sutopo Purwo Nugrohoning aytishicha, orolning o'ttiri Sulawesi o'lkasida maydonga kelgan yer tevrashda hayotidan ayrilganlarga munosabatlik ma'lumotlar faqat o'lkaning poytaxti Pauloni o'z ichiga oldigan bo'lib, Dongala rayoni to'g'riliq texnicha hech qanday ma'lumot yo'q bo'lganligi uchun o'lganlar sonining eshib ketishidan andisha qilinmoqda ekan. Rayonda tok va internet mulozimati to'xtab qolganligi uchun rayon bilan aloqa o'rnatishda qiyinchilik ko'rilayotgan bo'lib, 1400 kishilik izlash qutqizish xodimi rayonda faoliyatlarini davomlashtirmoqda ekan. Ma'lumotlarga qaraganda rayonning 27 kilometr sharq-shimolida 10 kilometr cho'nqurlikda maydonga kelgan 7,7 bal cho'nglikdagi yer tevrashdan keyin Dongala va Paulo shaharlarida 3 metr egizlikda dengiz toshqini ofati yuz bergan edi. Lombok orolida iyul oyining oxirlari 6,3, 6,9 va 7 bal cho'nglikda yer tevrash maydonga kelgan. 450 mingdan ortiq kishi talafotga uchragan yer tevrash ofatlarida 563 kishi hayotidan ayrilgan edi. Tinch okeandagi otash chambari deb atalgan yer tevrash va vulqon balbig'i joylashgan Indoneziyada 2004-yil 26 dekabr kuni 9,1 bal cho'nglikdagi yer tevrash va orqadan yuz bergan dengiz toshqini ofatlarida boshqa davlatlarning o'z ichiga olgan keng sohada 230 ming kishi o'lgan edi. Hindiston islom dunyosiga dars berdi. Yaqinda Hindiston News kanalida Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga elib berayotgan inson qilibidan chiqqan zulmlari haqida xabar berilib, islom dunyosiga dars berildi.
Xabarda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qilibidan chiqqan zulmlarini, Xitoy kommunistlari yaqinda ta'sis qilgan lagerlarni, u yerda qamalgan musulmonlarning har xil xo'rliqlarni chekayotganligi, Xitoy cheklamagan na namoz, na azon, na ro'za qolmaganligi. Sharq Turkistonning jo'grafiyalik o'rni Sharq Turkistonga qo'shni davlatlarni tafsiliy tunishtirgandan keyin Hindiston musulmonlari Sharq Turkiston musulmonlari uchun Xitoyga qarshi namoyish qilib, Xitoydan lagerlarni taqashni, musulmonlarga elib berilayotgan zulmlarni to'xtatishni talab qilganligi, biroq islom dunyosidan biror davlat o'ttiriga chiqib, un chiqarmaganligini o'ttiriga qo'ydi. Oxirida islom allariga xitob qilinib, qani dunyodagi islom allari, qani biz musulmonlarning himoyachilari deb da'vo qilganlar deganlar bildirildi. Jiddiy chaqiriq. Turkiyada faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi keng xalqimizga jiddiy chaqiriq e'lon qildi. Chaqiriqda munular tilga ilindi. Hurmatli qarindoshlar, hammamizga ma'lum 1-oktyabr Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan, Sharq Turkiston xalqi Xitoy mustamlikasiga aylanib, qabohatlik kuniga qolganiga 69 yil bo'lgan bir kun. Xitoy ishg'oliyatini qat'iy qabul qilmaslik, ona vatanimizni ozod qilish yo'lidagi qat'iy tavranmas irodamizning mustahkam ekanligini Xitoy tajovuzchilari hamda xalqaroga namoyon qilish uchun 1-oktyabr dushanba kuni vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy mustamlikasiga aylangan 69 yillik qabohat kuni munosabati bilan Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida keng ko'lamlik namoyish va axborot e'lon qilish faoliyati o'tkazildi. Qarindoshlarimizning faoliyatga aktivlik bilan qatnashishini umid qilamiz. Namoyishga berish uchun avtobus o'rinlashtirildi. Avtobus qo'zg'aldigan o'rinlar: Safoko'y Chordoqli bekat, Zaydinburnu Amina Inonch jamiyasi orqasi. Yo'lga chiqish vaqti tushdan burun soat 9 da. Faoliyat o'rnining adresi Istanbul Sarıyer bölgesi Tarabya sahili Xitoy konsuli oldida. Axborot e'lon qilish faoliyati 12 da boshlandi. Hurmat bilan Sharq Turkiston tashkilotlari birligi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.